Alisher Yusupov boshladi kurashni. Bu yerda Avaz Murodov kurashyapti. Bitta like bosib qo'yinglar. Bular endi 4 talikka kirish uchun kurashyapti. Bular yarim final uchun kurashyapti. Finalgacha holi bor. Hol mana 8 ta og'ir vazndagilar qolib 4 talik uchun kurashyapti bular. 4 talik kiradi, keyin hamma 4 talikka chiqarib boshlaydi keyin asosda finalga chiqishda. Men yarim final Tatamiga chaqiriladi. Hamidov, Ozorrash, Tojikiston Respublikasi. Amanturdiyev, Oybek, Surxondaryo viloyati. Shu xotirani bu yilgi turnirda men lokatsiyani ham tayyorlab qo'yibman Telegram gruppamga. Telegram gruppamda silkasi mana kommentariyam boshda. Kelaman deganlar uspet qiladi. Mana hol ya'ni 1 soatlardan keyin, 1,5 soatlardan keyin final bo'ladi. Hol bular 4 talikka chiqadi, keyin 4 ta ves olishyapti-da, keyin ungacha dam olib turadi, keyin finalga chiqadi, oxirida finalni qo'yadi bular. 3-o'rin bilan finalda. Kishida bahos berildi mana bu. Vaqt bilan G'alaba qozondi. Alisher Yusupov keyingi bosqich yo'llanmasini qo'lga kiritib, yarim finalga yo'l oldi. Xorazm Tatamiga taklif qilinadi.